Assalomu alaykum obunachilar, kanalimizga takror xush kelibsizlar. Xudo xolasa bugun ba'zi bir sizlarga yetkazib qo'yadigan albatta vakansiya emas, ba'zi bir mashinniklar to'g'risida gaplashamiz. Yangi bir mashinniklar hozir paydo bo'lib qolgan. Bu bizning kanalda ham albatta chiqqan. Albatta men bu insonni sizlarga %100 bir yetkazib qo'yishligim kerak. Ya'ni buni chunki juda ko'p inson hozirgi kunda, hattoki bu bola menga ham javob bermay qo'ydi. Albatta xabarlarim bor. Hozir mana shu videoni ko'rayotgan insonlarning ko'pchiligi albatta balki ko'rishar, balki yozishar. Haqiqatan men ham bordim, mana shunday bo'ldi deb. Bu yaqinda mana shu meni YouTube kanalimda chiqargan Kamoliddin degan Gruziyada ishlab yurgan, mana shu yerga rasmlargacha qo'yib qo'yapman. Mana shu ukamiz qancha odamlarni aldab, buni men allaqachon aytgan edim. Jon uka, bir zamonlar haqiqatan ham kelib Gruziyada kelib ishlasa bo'ladi deb xuddi o'zini haliga meni kanalimga chiqib turib, o'zini bir vatanparvar, millatparvar ko'rsatgan ukamiz mana shuni tanib olinglar. Chunki bunday insonlar tanilib qolgandan keyin ba'zilar bor, qo'liga pul tushgandan keyin hovli qilib ketadi-yu. Mana shunaqa insonlar ekanda, misol mana bilsalaring Ispaniyada ham bittasini men chiqargan edim. Bir zamonlar chiqarib, bu nafaqat bir kishini, hattoki mana shu Gollandiyalardan ham chiqardim, mana shu Belgiyadan ham chiqardim va bundan tashqari mana shu Polshalardan ham qancha insonlarni men misol juda bir ko'p insonlarda, hatto Kanada, Amerikalardan ham bizni o'zbeklarimiz qanday borish, ya'ni Yevropaga yoki bo'lmasa Amerikalarga qanday qilib bir borsa bo'ladi, borsa ishlash imkonlari bormi degan, albatta bizda bu YouTube kanalimiz ish kanali bo'lganligi uchun xuddi mana shunday savollarni so'rab men insonlardan chiqqanman. Lekin afsuski birontasi xalq xizmatidagi insonlar emas ekan. Faqatgina o'zini foydasini ko'zlagan inson. Endi ba'zilar aytishligi mumkin, Zoir aka, nima sababdan bo'lmasam bu insonlarni tanimasdan, bilmasdan turib chiqarasiz deb. Misol siz bo'lsangiz, hattoki siz ham chiqib turib, Zoir aka, mana shu o'zbek xalqimizga mana shunaqa yaxshiliklar bor. Men misol pul talab qilmayapman-ku bundan. Pul talab qilmaganimdan keyin albatta buni men chiqaraman. Chiqarish majburiyatidaman, xalqimizga chiqaraman, yetkazamanki, mana shunaqa yangiliklar bor deb. Endi misol mana shunday bo'lgandan keyin nima deydi? Bu sizning kanalingizdan chiqdi, ishonchli, meni kanalimda chiqayotgan hamma ham ishonchli emas. Meni ba'zi bir ashaddiy biz mana shu kanal muxlislarimiz ham borki, mana shu kanalimizning obunachilari borki, mana shu insonlarga men yetkazyapman bu gaplarni. Hammaga ham emas. Kimlardir gapirib eshitib turib, yana aybni bizga ham otib qo'yib ketaveradi. Boshqalar ham bor. Lekin xilma-xil insonlar chiqadi. Ko'ryapsizlarmi, misol 5 ta barmoq barobar emas. Bu ukamiz ham, mana shu ukamiz ham hozir afsuski, men bunga Ramazondan oldin aytgandim. Uka, bu ishni to'xtatgin. Agar haqiqatan ham bo'lmayotgan bo'lsa, befoyda odamlardan pul olmagin deb. Bilasizlar, boshda $50 kelgandan keyin $50 to'laysiz deb YouTube'larda mana shu meni YouTube kanalimda chiqqan edi. Odamlarga nima qilgan edi. Men ham haq bergandim. Endi haqiqatan ham sen shunchalik bir xalqqa yugurib, yelib xizmat qilyapsan, mayli bir $50, $100 haqqingni olasan albatta. Chunki buncha insonga yetishishni o'zi qiyin deb. Haqiqatan ham mana shu ukamiz o'zi ham ba'zi bir videolarda ko'rgan. Bu men hozir olib tashladim. Bu videolarni olib tashladim. Lekin hali 2-chi, 3-chi videolarni olib tashladim, chunki bu bilan nomerini qo'yib qo'ygan edim. Birodarlar, bilinglarki, hozirgi kunda priglasheniasiz Gruziyaga kelmanglar. Bu ukamizga mana shunday tayinlagandim. Chunki butun kelayotgan, birontasi yo'qki bir kirib kelayotgan. Boshida bitta ikkita kirib keldi odamlar. Bir ikkita odamlar kirib keldi. Hozirgi kunda talab Gruziyaga shunaqa bir ko'payib ketdiki, mana kechagi kunda hozir ovozni ham qo'yib beraman sizlarga. Xuddi mana shu ukamiz aytayapti. Mana ko'rasizlar, mana shu Kamoliddinga nimalar bilan gaplashgan, nima qilgan, mana shu ukamiz o'zi ham nima qilgan. Kamoliddinga ovoz qilib tashlagan. Pulimni qaytar desa, mana endi hozir qaytarib bermayapti. Toshkent Tbilisi bilet olasiz. Undan keyin olganingizdan keyin menga tashlaysiz, pasportingiz bilan biletingizni. Keyin men bir bolaning nomerini beraman, u bola $50 ga dokumentingizni qilib beradi. Shu bilan tayyorsiz. Cho'ntagingizda kam $600 pul bo'lishi kerak. Siz qarang-da, kutib olib joylashtiraman dedingiz, to'g'rimi? Misol uchun biz 27 kishi aeroportda qaytdik. Bu yerda priglasheniyasi borlardi, o'tkazdi. Priglasheniya qilgan ekan firmani o'zi. Shularni nimaga aytmadingiz siz? Bormasdan turib $50 dan hammaning pulini olib, bu yerda falshiviy dokumentingizga ham $50 dan pul olib,
Ha, borishga 3 million 50 mingdan bilet olganmiz. Bir xillar 500 dollar, 500 dollar, undan ham 600 dollarlarga tushdik deyapti. Endi shu narsani o'zimizda o'zbek bo'lib turib, qanday shu hammasini bilib turib shunday narsa qilyapsiz siz? Bizni qaytarib yubordi hali. Qaytishimizga ham izlaringdan qog'oz boradi dedi samolyot puliga. Endi hisoblab ko'ravering. 6-7 million biletni o'zi bo'ladi. Sizga tashlaganmiz. Qarz olib borganmiz biz ham. Bu yerda hammasi qarz olib borganmiz deyapti bolalar. Yana Zoir akani kanaliga chiqib, chiroyli gaplarni qilib, kelavering ish bilan ta'minlayman deb aka bundaqa xalqni aldamang. Oxiri yaxshilik bilan tugamaydi-da bunday ishda. Shu qilgan rasxodlarimizni kartamizga tashlab bering. Shu sal bo'lsa ham yordam bo'ladi. Mana yerda ishsiz yotibdi hamma bola. Farg'onaga boramiz deb topamiz deb shu bolani, uyini adresini topamiz deb. Qancha odamlardan 27 kishi kiribdi. 27 kishi Gruziyaga kelib, kirolmasdan qaytib ketibdi. Qolganlar ba'zi bir firmalar orqali kelganlar bor, ular hammasi kirib kelgan, qo'lda priglasheniyasi bo'lgan. Lekin men mana shuni aytgandim, mana shu Kamol degan ukamizga aytgandim, "Ey Kamol, bunaqa qilmagin, Ramazondan oldin aytgan edim. Bular mana shu oyda 14-da kelgan, mana shu Ramazonda 14-kuni kelishgan bolalar. 27 kishi, yo bu 30 kishi hisoblab ko'ringlar. Endi har bittasidan 100 dollar olgan taqdirda ham nima deydi? 2700 dollar pul olgan 27 kishidan. Hisoblaylar endi. Mana shunaqa qilib odamlarni to'xtat, bir priglasheniya qilgin deb men aytgan edim. Priglasheniya qilganingdan keyin boshlaylik. Men ham bosh-qosh bo'lib, qo'limdan kelgancha seni qancha bo'lsa ham reklama qilib beraman. Odamlarga tavsiya qilaman, kelinglar deb. Deb aytgan edim, bo'pti aka deb turib, afsuski yana mana shu 15 kundan ziyod bo'ldiki, Ramazondan oldin men telefon qilib, mashina yana yetkazaman. Uka, mana qilsan yana qilyapsan ekan. To'xtatgin deb, men Ramazondan oldin aytgandim o'zi. Bo'pti aka to'xtataman deb turib, mana bugungacha meni telefonimni ko'targan yo'q. Qancha ovoz tashladim, shuncha odamlarni ovora qilsan, nima unaqa qilyapsan? To'xtat, men senga allaqachon aytgandim to'xtatgin deb. Priglasheniya qilayotgan bo'lsang, mana uka chiq, men seni keraklicha reklama qilib beraman deb aytgandim, afsuski. Buni ham qilgan yo'q. Shu o'zini bilganini qilib yuribdi. Yana bu 27 kishi hali shikoyatchi. Xudo xolasa, meni bilishimcha, mana shu butun qancha bolalar bor. Ba'zida u bir kelib ketgan, boshida bo'lganda ham ba'zilar hali atkaz olib, nima deydi, shu kirgizmagan odamlar bor. Ular ham qaytib ketganlar bor. Mayli, ular-ku misol bitta ikkita xolos. Lekin hozirgi kunda shunaqa ko'pchilik kelyaptiki, lekin ana shu qarang, bir kunda 27 kishiga kirgizmagan hammasi kelib qo'ygan, mana shu Kamoldan dokument qilib bergan. Shuning uchun ham endi hozir sizlarga tavsiya qilmayman. Nasib qilsa Ramazondan keyin, Ramazondan balki yana biror oylardan keyinmi, men bitta turk firmalari bilan gaplashib qo'yganman. Priglasheniya bilan kiradigan qilib, chista qo'llaringga priglasheniyani berib kiradigan qilib, albatta xudo xolasa, mana shu turk firmalari hozir aniq bir 100% menga bir qilib beradigan bo'lsa, gaplashdim, qilib beramiz degandek qilyapti. Endi hali kattasi bilan bir gaplashish kerak. Xudo xolasa gaplashsak, buni hal qilsam, xudo xolasa, butun obunachilarimga o'zim xudo xolasa qo'limdan kelgancha sizlarga priglasheniya qilib beraman. Lekin bilinglarki, hozir harakat qilmanglar. Agar qo'llaringda priglasheniyasi bo'lmagan insonlar bo'lsa, kelmanglarki, kirgizmayapti. Ming sizni qo'lingizdagi haligi biletingiz bo'lsa ham, broningiz bo'lsa ham, hotel broningiz bo'lsa ham, qo'lingizda tуда obratna qaytish biletingiz bo'lgan taqdirda ham qilib bermayapti, chunki bilib qoldi hozirgi kunda. Juda ko'p, pashti hech kim kira olmayapti. Agar priglasheniyasi bo'lmasa kirgizmayapti. Ana shunga xabarlaring bo'lsin. Afsuski, mana shunday insonlar borki, haligi odamlarni aldab yuribdi. Juda mulla mushukqa o'xshab chiqdi bir zamonlar. Videomizga chiqib, albatta juda ko'p buni prosmotr yaxshi kelgan edi. Lekin afsuski, insonning qalbini bilmaymiz. Hech bir insonning qalbini bilmaymiz. Hozir bu yerda ba'zi bir og'zi polvonlar chiqib, sizni kanalingizdan chiqdi-yu, nimaga odamni tanib bilmasdan chiqaraverasiz deb. Uka, kerak bo'lsa sizni chiqarsam, mana shu yozadigan insonlarni ham chiqarsam, bular ham faqat o'zini foydasini ko'zlagan. Men chunki mana ko'zlarim ancha-muncha ochilib qoldi. Men anchadan beri bilasizlar, birovlarni intervyu qilmay qo'ygandim. Faqat mana shu bitta Kamoldan chiqib, Gruziya yaxshi ekan aka, besplatni kelsa bo'ladi, bez viza kelsa bo'ladi deb qilgizgan edim. Mana oxiriga borib men xizmat haqqimni olaman deb, hozir mana shuncha odamlardan xizmat haqqini olib, odamlar pulni qaytarib bermayapti ekan. Xabarlaring bo'lsin. Haligi nima deydi? Zararni qayerdan qaytsang ham seni foydang bo'ladi deydi. Shunaqa bir gap bor. Shuning uchun ham zararda albatta qayerdan bo'lsa ham qaytsalaring
o'zlari uchun foyda bo'ladi. Kimdaki mana shu kamoldan orqali nima qilib qo'ygan bo'lsa, hozir o'sha harakatini qilib gaplashib yurgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, bilinglarki ukalar, sirazi u bolani o'rniga tiqinglar, yig'ishtiringlar. Chunki mayli, приглашение qilib berayotgan bo'lsa, men aytaman, gap yo'q, приглашение qilib beryapti, приглашениyadan kira olasiz deb. Yolg'on gapirib, shu $50 oldindan olib, kirsa basharti bu ham o'tib qolsa, haligi bir 10 tadan, 20 tadan aytyapman, kecha 27 kishi kirib, 27 ta odam ham kira olmagan, qaytib ketgan. Mana hozir misol mashinalarda ovozlarni ham qo'yib berdim. Xabarlarim bor, mana inshaalloh. Ko'rdilaring mana azizlar, shuning uchun ham ehtiyot bo'laveringlar. Xudo xolasa o'zim приглашение qachon boshlaganimda yana e'lonni beraman. Hammalarning Alloh panohiga sog' salomat bo'linglar.